السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اللهم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik ustazlar ve kırandaşlar, bugünkü tefsir dersimiz Ali İmran suresi 16. ayetin 23. ayeti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Yukarıda tilavet kılıngan ayetlerinin kısa tercümesi. Cennet ehli ula özlerinin Rabbiga kılgan dualarida şundaktaydı. Rabbimiz biz sana iman ettik ve sen evetken sen peygamberine elçileringe nazil kılgan kitaplarga iman ettik. Senin nazil kılgan şeriatinge ergeçtik. Bizning bilmeslikten kılgan hatalıklarımızını afu kılgın ve bizni dozaq azabidan yiroq qilgin. Bular taat ibadetlerini kılışga sabr qilguvchilardir. Shundaqla günah ma'siyatni tark qilishga sabr qilguvchidir. Ular taat ibodat yo'llarida o'zlariga yetgan bala musibat aziyatlarga sabr qilguvchidir. Ular o'zlarining gap so'zlari sharkatlarda rostchil samimiy kishilardir. Ular Allohga mukammal shaklda to'liq itoat qiladilar. Bular Alloh yo'lida o'zlarining mol mulkini chiqim qiladi. Ular kechining oxirida turib Allohdan kechirim so'raydi, Allohga istig'for etadi. Chunki kechining oxirida qilingan duo ijobat bo'lishga eng yaqindir. Shundaqla insonning qalbi kechining oxirgi vaqtida barliq mashg'uliyatdan xoli bo'lguchidir. Shahidallohu annahu la ilaha illahu val malaikatu va ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illahu val azizul hakim. Allah subhanahu va taala o'zininki haqiqiy ibodat qilinadigan bir iloh ekanligiga guvohlik berdi. Allohning guvohligi nimadan iborat desa, Alloh subhanahu va taala o'zining haqiqiy iloh ekanligiga butun koinotga dalil hujjatlarni turg'izdi va shariatga, Qur'oni Karimdagi nurg'un dalil faktlarni turg'izdi. Shuningdek, Allohning haqiqiy bir iloh ekanligiga Allohning barliq farishtalarimi guvohlik berdi va shundaqla ilm ahli, ilm egallarimi buningga guvohlik berdi. Ilm egalarining guvohligi Allohning birligini kishilarga bayon qilish va kishilarni xolis tavhid aqidasiga, Allohni bir bilishga chaqirishni iborat. Bular guvohlik bergan guvohlik katta guvohlik bo'lib, bu Alloh subhanahu va taolani bir bilishdan iboratdir va Alloh subhanahu va taolaning o'zining xalqini yaratish, ularga qonunlarni yo'l qo'yishda adolatni turg'izganligiga guvohlik berishdir. Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Alloh hamma ishida g'olibdir. Hech qanday bir kuch Allohga g'olib kelinmaydi. Alloh subhanahu va taolo bütün mahluqotlarni yaratish, ularning ishlarini tadbir qilish va ular uchun foydali bo'lgan qonun prinsiplarni yo'l qo'yishda hikmat bilan shug'ulchidir. Innad dina indallohil islam va maxtalafal lazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan baynahum va man yakfur bi ayatillahi fa innalloha sari'ul hisab. Haqiqatan Allohning dargohida, Allohning huzurida qabul bo'ladigan, qabul qilinadigan din bu islom dinidir. Islom dini bo'lsa, taat ibodatlar bilan va bandichilik bilan yolg'iz bir Allohga bo'ysunishdir va Allohning barliq payg'ambarlarga va ularning eng oxirgi tuganchisi bo'lgan Muhammad alayhisalomga iymon etish, ishonish va agishdir. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlikni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan tamomladi. Allah subhanahu wa taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayan qilgan shariatning, dinning g'ayrini qabul qilmaydi. Ahli kitoblar o'zlarining diniy masalalarida ixtilof qilishib, turli firqa guruhlarga bo'linib ketishi, ularga ilm, ma'rifat kelgan va ularga nozil bo'lgan kitoblarda dalil, hujjat
hujjatlar turg'izilgandan keyin bo'ldi. Nima sababdan desa, bular hasad qilganlikdan, ya'ni oxir payg'ambar arablardan kelib qolamo deb hasad qilganlikdan va dunyoga noitbak erisman bo'lganlikdan. Kimki Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlarga nozil qilgan oyatlariga kofir bo'ladigan, inkor qiladigan, Alloh subhanahu va taolo o'ziga kofir bo'lgan oyatlarni inkor qilgan, avatgan elchilariga ishonmagan kishilardan hisobni tetiz og'ichidir. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama alaykal balagh wallahu basirun bil ibad. Ey Allah'ın elçisi, eğer ular, yani müşrikler Allah subhanahu ve taala sana nazil qilgan haqiqat haq ustida sen bilan jidallashadigan, ularga javob berib aytgin ki men va menga ergashgan mu'minlar biz Allohga bo'ysundik degan. Ya'ni Allohning elchisi ahli kitob va mushriklarga aytgin ki sizlar Allah subhanahu ve taolaga, ya'ni ixlos bilan dinni xolis qilib Allohga bo'ysunamsizlar va men Alloh tarafdan ilib kelgan haqiqatga, dinga ergashamsizlar degan. Agar ular Allohga bo'ysunsa va Alloh tarafdan sen ilib kelgan shariat va dinga ergashsa, bular to'g'ri yo'lda mangan bo'ldi. Agar bular islomdan yuz o'risa, sening vazifang faqat sen elchilik bilan abatilgan narsani ularga yetkazishdan iborat. Ularning ishi Allohning tarafiga. Alloh subhanahu va taolo bandalarning barliq qilmishlarini ko'rib turuvchi, har qanday amal qiluvchini qilgan amaliga yarasha jazo mukofotlaguchidir. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi va yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'azabin alim. Ulaika allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Haqiqatan Allah subhanahu va taolaning payg'ambarlarga nozil qilgan hujjatlarni inkor qiluvchi, tanig'uchi, Allohning payg'ambarlarini haqsiz o'ltaguchi, ya'ni ularga zulm qilib, dushmanlik qilib payg'ambarlarni o'taguchi va kishilarni adil bo'lishga buyurib, yaxshilikqa rag'batlantirib, yomonlikdan to'sgan kishilarni o'ltirguchi, shu kofirlarga dardlik o'lim va nihoyat qattiq azob bilan xush bishorat bergin. Yuqorqi sifatlar bilan sifatlangan u badbaxtlar o'zlarining barliq qilgan amallarini bekor qilyapti. Ular qilgan amallarining dunyodami, oxiratimi uning foydasini ko'rmaydi, uningdan manfaatlanmaydi. Nima uchun desa, ularda Allohga ishonishdan iborat bo'lgan shart bo'lmaganlikdan, qiyomat kuni ularni Allohning azobidan mudofaa qiladigan hech bir yordamchimi bo'lmaydi. Yuqorida tilovat qilingan oyatlardan ilinadigan foydalar: birinchisi, gunohga kafarat bo'ladigan va do'zax azobidan saqlaydigan eng katta narsa nima desa, Allohga ishonish va Allohning payg'ambari olib kelgan shariatga ergashishdan iboratdir. Guvohlik berishga loyiq bo'lgan eng katta guvohlik qaysi desa, Allohning yagona bir ibodat qilinguchi zot ekanligiga guvohlik berish. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'ziga guvohlik berdi va farishtalarmi Allohga guvohlik berdi va insonlarning orasiga ilm egilarmi buningga guvohlik berdi. Oyatning yana bir foydasi, insondagi haddidan eshish, cho'ngchillik, hasadxo'rlik bo'lsa, haqdan burilib ketish, o'rinsiz talash tortishga sabab bo'ladigan eng katta ishlarning qatoridan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo har birimizni haqni haq deb e'tiqod qiladigan, haqiqatga ergashadigan, botilni botil deb e'tiqod qiladigan, buningdan yiroq turadigan haqiqiy taqvodor musulmonlarning qatoridan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.